Avvalgi videoyimizda Qamchiq dovoni nega shunday nomlanadi degan savolga javob topishga harakat qilgan edik. Bugun esa dovon va undagi sir-sinoatlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qamchiq dovoni Qurama tizma tog'larida, Toshkent va Namangan viloyatlari chegarasida joylashgan. Dovon bu O'zbekistonning eng muhim transport liniyalaridan biri hisoblanadi va Farg'ona vodiysini boshqa viloyatlar bilan bog'laydi hamda savdo jihatidan juda katta ahamiyatga ega. Dovondan Toshkent-O'sh avtomobil yo'li o'tgan. Manbalarga ko'ra, qadimda Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmoqlaridan biri o'tgan. Keyingi asrlarda ham savdo karvonlarining qatnovi to'xtamagan. 1990-yillar oxirida respublikada avtomobil transportining rivojlanishi munosabati bilan dovondan o'tuvchi yo'l jahon andozalariga moslab ta'mirlandi. Ikkita tunnel inshootlari ishga tushirildi. Dovondan o'tuvchi Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'li qurilib, 2016-yilda foydalanishga topshirildi. Ayni maqsadda umumiy uzunligi 19 km 200 metr bo'lgan Qamchiq tunneli barpo etilgan. U sobiq SSSR va Markaziy Osiyoda bu turdagi eng yirik tuzilma hisoblanadi. Dunyo reytingida tog'li hududlarda joylashgan tunnellar orasida murakkabligi bo'yicha 8-o'rinni, tunneldagi temir yo'l uzunligi bo'yicha esa 25-o'rinni egallaydi. Qamchiq dovonidan shuningdek bir nechta soylar oqib o'tgan, o'nlab qishloqlar o'rin olgan. Dovonning Toshkent viloyati tomonidan boshlanishida Ohangaron suv ombori mavjud. Suv ombori Ohangaron daryosi bo'yida, Ohangaron vodiysining tog'li qismida joylashgan. Ohangaron daryosi Chotqol va Qurama tog' tizmalaridan oqib tushadigan soylardan hosil bo'ladi. Qor va yomg'irlardan to'yinuvchi daryolar sirasiga kiradi. Daryo oqimi mavsumiy boshqarilib, sanoat va qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlab, sug'orishga suv yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Dovondagi manzillar, geografik nomlar haqida yana ko'p va xo'p gapirish mumkin. Agar siz vodiylik bo'lsangiz, unda albatta Qamchiqdan oshib o'tgansiz. Yana yo'lingiz tushsa, shunchaki o'tib ketmang. U yoki bu manzilda to'xtab, tabiat go'zalliklaridan zavqlanishga imkon toping. Lokatsiya deysizmi? Dovonning har yerida lokatsiya. Faqat atrofga sal e'tibor bilan razm solinsa bo'lgani. Ayniqsa, bugungidek jazirama kunlarda tabiat go'zalliklaridan bahramand bo'lish juda maroqli. Bu videoni sayohatni xush ko'radigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.